Telegramda bu narsani aniq bilmasdingiz. Profilingiz boshqalarga salom beradi. Mana ko'rishinglar mumkin. Assalomu alaykum, profilimga xush kelibsiz. Xuddi shunaqa qilish uchun mana bu MP3 Tools botga kiramiz, start tugmasini bosamiz va istalgan gapni yozishingiz mumkin. Masalan, assalomu alaykum, nima savolingiz bo'lsa yozishingiz mumkin. Va bu bot bizning ovozni MP3 shakliga keltirib beradi. Biz buni saqlanib qolamiz. Faylga kirib o'sha saqlanib qilgan muzikani topib olamiz va uni biz prenumerate qilib istalgan so'zni yozib qo'yishimiz mumkin. Masalan, salom deb qo'yamiz. Telegramga qaytamiz va избранныйga kirasizlar, faylga kiramiz. Внутренний хранилищеga kirib turib, biz boyagi ovozimizni topib olamiz. Mana salomni topib jo'natib yuboramiz. Endi play tugmasini bosamiz va mana bu yerni bosib, добавить profilni bosib qo'yamiz. Endi bitta tekshirib olamiz. Assalomu alaykum, nima savolingiz bo'lsa yozishingiz mumkin. Ajoyib. Like bosib qo'yinglar. Hozir yana bitta zo'r funksiyani ko'rsataman. Masalan, kimgadir audio xabar yozyapsiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz deb yozasiz-da. Endi ko'rishinglar mumkin, boshida biz adashib ketdik. O'sha adashib ketgan joylarni mana bunaqa tarzda kesib yuborishingiz mumkin va jo'natasiz. Sizni xato qilgan joyingiz kesilib, kerakli ovoz boradi. Videoni saqlab qo'yinglar va barcha yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Smartfonlarni zo'r narxda asahi.uz saytidan xarid qilishingiz mumkin.